Qiyomat kuni jannat minbarlarida shunday toifa insonlar o'tirar ekanki, payg'ambarlarning havosi kelar ekan. Jannat ahli so'rar ekan, bu jannat minbarida o'tirganlar kim? Siddiqlarmi, payg'ambarlarmi deganda javob bo'lar ekanki, yo'q, bular Alloh uchun bir-biri bilan do'st bo'lgan, ya'ni Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan insonlar deb marhamat qilinar ekan. Endi qiyomat kuni tangadek soya topilmagan kun Allohning arshining soyasidan joy oladigan toifa bor. Shulardan bittasi do'st, Alloh uchun do'st bo'lgan insonlar. Boshimizga har xil pullar keldi. İnsonga Alloh baxt bersa, omad bersa, davlat bersa, atrofda shiraga qo'ngan parchaday do'stlar ham ko'payib ketar ekan. Lekin shunday musibatli kunlar ham bo'ladi. Yigitni baxti soyaga o'tadi. Amal qo'ldan ketadi, davlat qo'ldan ketadi. Oldinga mansab yo'q, oldinga mavqe yo'q. Lekin shunday do'stlarning toifasi borki, amalingiz qiziqtirmaydi, mansabingiz qiziqtirmaydi, davlatingiz qiziqtirmaydi. Borligingizda qanday do'st bo'lgan bo'lsa, g'aribligingizda ham, yo'qligingizda ham xuddi shunday do'st. Og'ir paytlarda tashlab ketmasdan yoningizda turgan haqiqiy do'st qiyomat kuni Allohning arshining soyasidan joy oladigan toifalardan bittasi bo'lar ekan.